Assalomu alaykum hurmatli talaba va abituriyentlar. Bugun sizlar tomonidan yo'llangan savollarga javob olish uchun Faxriddin Nuraliyev ollariga keldik. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. O'quvchi va talabalar tomonidan sizga savollar yo'llangan, o'shanga qisqacha javob berib o'tsangiz. Marhaba. Qaysi universitetni tamomlagansiz? Qisqacha berib o'tsangiz. Toshkent davlat universiteti bu eski nomi hozirgi vaqtda uning nomi o'zgarib O'zbekiston Milliy universiteti bo'lgan. Ish faoliyatingizni qachondan boshlagansiz va qaysi lavozimda? Endi ish faoliyati aslida shu universitet tugatgandan keyin boshlangan. Birinchi lavozim albatta bu ish o'rganuvchi bo'lgan, ya'ni stajyor tadqiqotchi deyiladi. 2 yil davomida, keyin esa aspirantura. Keyin ishlab kafedra mudiri, dekan va hokazo lavozimlarda tushunarli. Bu sohaga kirishingizga kim sababchi bo'lgan? Endi sababchilar aslida ko'p bo'lgan. Lekin birinchi sababchilardan biri bu albatta men o'ylayman har insonda bu ota-ona bo'ladi. Chunki shu yo'nalishga yo'naltiradi. Undan keyin esa ustozlar. Eng katta sababchilardan, birinchi sababchilardan bu o'sha maktabdagi matematika o'qituvchi bo'lgan. Keyingilari esa bu universitetdagi ustozlar, undan keyin ilmiy tekshirish institutidagi katta ustozlar, akademiklar. Tushunarli. Keyingi savolimga o'tsam, universitet davomida eng yaqin o'zingiz ustozingiz kim bo'lgan? Ilmiy ishim bo'yicha ilmiy rahbarim rahmatli ustoz professor Nazirov Shodmon aka Abduraziqovich bo'lganlar. Va shu narsadan men xursand bo'lamanki, ularning ustozlari akademik Vasil Qabulov Qabulov albatta ustozlar haqida gapirganda ularni eslab o'tish bizlar uchun joiz. Chunki biz shu maktabda a'zolarimiz, o'quvchilarimiz. Rahmat. Bo'sh vaqtingizni ko'proq nimalarga sarflaysiz ustoz? Aslida bo'sh vaqt bo'lmaydi o'zi. Dam olish kunlarida. Ishlagan odamda, maqsadi bor odamda hayotda bo'sh vaqt bo'lishi kerak emas deb o'ylayman men. Shunday bo'lsa-da, dam olish kunlari albatta oila a'zolarim bilan, bolalarim bilan, qarindosh urug'lar bilan mana shularga ajrashishga harakat qilaman. Chunki qolgan do'stlar, hamkasblar, ishdagi shu yaqin insonlar bilan kuni bo'yi butun hafta davomida band bo'lamiz bilan birga. Kelajakda amalga oshirmoqchi bo'lgan ishlaringiz haqida qisqacha gapirib bersangiz. Endi bu albatta og'ir savol, chunki kelajak haqida gapirish oson emas. Lekin mana shu qo'yilgan katta maqsadlar bor, ba'zan bor, ilm yo'lida, ta'lim yo'lida va boshqa ishlab chiqarish sohalarida ham rejalar bor. Shularni amalga oshirish, ya'ni mana shu ta'limni sifatini oshirishimiz kerak. Yosh o'sib keladigan avlodni kelajakka tayyorlash bu eng katta og'ir ish. Bu yerda maqsadlar menimcha tugamasa kerak, chunki sifat har doim oqlab boradi. Ayniqsa bizning sohamizda, biz ishlaydigan sohada, bu IT sohasida har doim yangiliklar juda ko'p. Ularni nafaqat yetib olish kerak, ularni yaratish kerak. Asosiy maqsad shu, ularga yetib olish va ulardan o'zib yangilik yaratishlar. Shu maqsad. Tushunarli. Endi o'qishga kirgan yoshlarga yoki bitirayotgan talabalarga qanday maslahat bera olasiz? Endi o'qishni boshlagan talabalarga asosiy nasihat bu sabrli bo'lish kerak. Chunki hayotda o'qish bu eng og'ir ishlardan biri. Ko'pincha o'qishga kam vaqt sarflanadi, ko'p vaqt ishga ketadi hayot davomida.
Lekin agar mana shu o'qish davomida qancha ko'p qiyinchilik boshdan o'tkazsa talaba, ertaga ish jarayonida shuncha oson bo'ladi. Agarki talaba o'qish jarayonida oson o'tkazsa, ya'ni e'tiborsiz bo'lsa, unda bir umr qiynalib o'tadi. Men o'ylayman, mana shu yaxshi nasihat bo'ladi. Tushunarli. Savollarimizga yetarlicha javob oldik ustoz. Rahmat sizga kattakon.